Odamlarni o'rtoq buzadi. O'rtoq. Har qanday odamni, har qanday bolani o'rtoq buzadi. 3 ta millionerga bitta bola kelib qo'shilsa, 4-inchisi ham millioner bo'ladi. 3 ta alkashga bitta bola kelib qo'shilsa, 4-inchisi ham alkash bo'ladi. 3 ta o'g'riga bitta bola kelib qo'shilsa, 4-inchisi ham o'g'ri bo'ladi. Hayotda biz ko'proq ustozlar bilan, ota-ona bilan do'st bo'lishimiz kerak. Sabab nima? Ustozlar sizlarga hech qachon yomonlik ravo ko'rmaydi. Ota-ona sizlarga yomonlik ravo ko'rmaydi. Shuning uchun 3-masala qolyapti. O'rtoq tanlashda hech qachon adashmanglar. Shunaqa talantli, yaxshi, zo'r talantli yoshlarimiz bor. O'zini o'zi qurityapti. Nima degani u? Sportga chiqadi, 2 kun 3 kun yuradi, musobaqaga boradi, yutqizadi. Keyin ko'chaga chiqib, ichib, chekib, yomon bolalarga qo'shilib, hayotini quritib yuboryapti. O'rtoq tanlashda adashyapti. Shuning uchun o'rtoq tanlashda doim ehtiyot bo'linglar, hushyor bo'linglar. Haqiqiy do'st, haqiqiy o'rtoq sizlarni yaxshi, yomon kuninglarda turadi. Qayg'uli kuninglarda turadi.